Biz so'z turkumlari mavzusini boshlagan edik. Shu so'z turkumlardan biri ot so'z turkumi edi. Ot so'z turkumi atoqli va turdosh otlarga bo'linadi. Atoqli otlarga biz demak shaxsgami, joygami yoki hayvonlarga atab qo'yilgan otlarni kiritgan edik. Turdosh otlarga esa qaysi ma'noni aytishiga ko'ra turdosh otlarga shaxs otlari, narsa otlari, joy otlari kabi turlarni kiritgan edik. Bugungi mavzumiz esa hayvon va parranda nomini bildirgan otlar. Xo'sh o'quvchilar, biz yer yuzini, demak tabiatimizni butun borliq deb hisoblasak, uning butunini hayvonlar, o'simliklar va insonlar tashkil qiladi. Va hayvonlarning yo'qolmasligi uchun aynan Qizil kitob nafaqat hayvonlarning yo'qolmasligi uchun, balki o'simliklarning, hayvonlarning tirik yashashi uchun Qizil kitob yaratilgan. Qizil kitobimizda demak o'simliklar va hayvonlar yo'qolib borayotgan o'simliklar va hayvonlar kiritilgan. Biz agar o'simliklar bo'lmasa, hayvonlar va insonlar ham yashay olmaydi. Demak, tabiatimizning tirik va butun holatda sog'lom yashashi uchun, davom etishi uchun o'simliklarimiz ham kerak, hayvonlarimiz ham kerak ekan, aziz o'quvchilar. Demak, hayvonlarni va parrandalarni biz nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak ekan? Boqmaslik kerak, qushlarimizga nima qilib berishimiz kerak? Qurib berishimiz kerak, g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Barakalla, g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Har bir hayvonga o'simlik yaratib berishimiz kerak. Demak, biz 4-oktyabrni xalqaro hayvonlarni himoya qilish kuni sifatida nishonlar ekan. Butun dunyo demak hayvonlarni asrash va ularni himoya qilish maqsadida 4-oktyabr sanasini xalqaro hayvonlarni himoya qilish kuni sifatida nishonlar ekan. Demak, hayvonlarni himoya qilish uchun ham alohida tashkilotlar tashkil etilgan. Masalan, Mehr va oqibat tashkiloti bu mushuk va itlarning demak hayotda yashab qolishi va tabiatimizning yaxshi bo'lishi uchun, yashashi uchun himoya qilish maqsadida Mehr va oqibat deb nomlangan tashkilot tashkil etilgan ekan. Tushunarlimi o'quvchilar?